ham ajoyib, har inson uchun yengil bo'lgan bir sir bor. Bitta sir. Sirlarini eng avvali bitta sirki, bu har bir kishi qila oladi. Hech bir kishiga bu mashaqqat bo'lmaydi. Cho'ntagidagi pulini so'ramaydi, yoki umrini so'ramaydi, yoki bo'lsa bir amalini, mansabini so'ramaydi. U amal. Nima u desangiz, ya'ni qori bo'lishlik uchun, inson bir mo'min kishi qori bo'lishlik uchun undan bir narsa avvalda talab qilinadi. U nima desa, Alloh va Rasulni sevgani kabi ulardan keyin hatto shu darajadaki otalar xafa bo'lmasin. Chunki men shuni qildimda yutdim. Alloh va Rasulidan keyin qorilarni sevadi. Qalbidan shunday sevadi. Ko'rmasa-da g'oyibdan sevadi. Masalan biz Abdul Mumin Qordirlar ko'rmaganmiz. Abdul Boqiy Qordadani O'zbekiston qurolarining shohlari, sayyidlari. Bir marta Hazrat Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Hazratlari bilan Ma'rifatnomoda 93-yil chiqqanlarida shunday o'tirganliklari uchun ajablanib, o'tirganlarda davlat televideniyasida Hazrat bilan chiqqanlar shunday o'tiradilar. Nega desa, Qur'on o'qib o'rganlarda mana qilib o'qiganlar. Qur'onni barakatidan. Biz o'shalarni Qur'onligi uchun, qorligi uchun sevdik, oshiq bo'ldik, ko'rmasdan oshiq bo'ldik. Abdulbosit Abdusamatlardi. Biz Misrga kelganimizda yo'q edilar. Lekin shunaqa ko'rdikki, tushlarimizda ko'ra oldik. Ya'ni Alloh ko'rsatdi. O'zim ko'ra olmayman, o'zim qodir emasman. O'zimda o'sha nimamdan, gunohlarimdan, ma'siyatimdan ularni ko'rishga asli qodir emasman. Lekin hubbi, muhabbatim bilan Alloh taolo nima qildi? Qodir qildi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning masjidlarida, Ravza-i Sharifda, Ramazon holatida iftorlar uchun dasturxonlar yozilib turgan bir vaqtda u zotni alhamdulillah ko'rishlikka Alloh taolo o'zi musharraf qilgan. Demak, qorlikni birinchi sharti, asosi bu bo'lmasa hech kim qori bo'la olmaydi. Ya'ni birinchidan hubbullohi va rasuli. Alloh va rasulini yaxshi ko'rgandek, ulardan keyingi darajada birinchi uzoqdagi, g'oyibdagi qorlarni ham inson yaxshi ko'ra boshlashi kerak. Ularni hech bir muqobilsiz, hech bir g'arazsiz, faqat Qur'onlar uchun yaxshi ko'rish kerak. Hayoti faqat hubbi ular bo'lishi kerak. Ularni yaxshi ko'radigan Alloh taolo nima deydi? Ey qulim deydi. Sen meni ahlimni sen shunchalik yaxshi ko'rasan. Demak, sen ham meni ahlimdan bo'lasan. Alloh o'zini ahlidan deb sanasa, Alloh o'zini ahlidan qilib qo'yadi. Bo'ldi. Uni ko'rasiz, ilm eshiklari ochiladi. Aynan qorichilik u uchun yengil bo'ladi. Qorilarni ko'pchiligi hozir buni ko'pini avvalida bilmaydilar. O'zini zihniga tayanadi, o'zini ota-onasini berayotgan tarbiyasiga tayanadi. Ota-onasi ko'p ustozlar qilib qo'yib, shuni olamiz deydi. Ko'ryapmiz, ular bor, olganlar bor, lekin qanaqa chala, odob axloqda chala, muhabbatda chala va chalaligi uchun ularga nasab berilmaydi. Qaysi ma'nodagi nasab berilmaydi? Qorichilik nasabi tortib ketuvchi, o'zidan qur'onlarni chiqaruvchi unga imkon berilmaydi. Nega desa, men aytganlik muhabbatni u qozona olmagan. Qorilarni qori bo'lishlik uchun takror aytamiz, birinchidan hubbullohi va rasulihidan keyin hubbu ahlil Qur'on bo'lish kerak. Qur'on ahlini yaxshi ko'rish kerak. Demak, biz duo beramiz. Birinchidan Alloh taolo ularning muhabbatini qalbiga solsin. Ilohim, qorjonimiz va niyatingizni qiling. Bu ukamizda, sizlarni farzandlaringizda avvalambor Alloh va Rasulni yaxshi ko'rganlaridek, qorlarni yaxshi ko'rishlikni ularga Alloh qalbiga solsin. O'sha muhabbatdan Alloh taolo ularning qalbini ko'rib, "Ey qulim, sen meni ahlimni yaxshi ko'rsang, sen da ulardansan" desin. "Iza arada shay'an kun fayakun" aytgani albatta o'sha paytida ijobat bo'ladi. Allohim bu farzandlaringiz, sizlarning farzandlaringizga ham qori qur'onlardan bo'lishlarini nasib qilsin. Alloh, maşallah.